Kechasi uxlolmayotganlar uchun. Kechasi uxlay olmayapsizmi? Iching shuni. Iching. Tinchlanib uxlaysiz. Tinchlanib. Mana shuni bitta osh qoshig'ini olasiz. Bitta osh qoshig'ini. 250 milligram bir stakan qaynoq dog' suvga 10 minut damlab qo'yasiz. Har kuni uxlashdan oldin yetadi. 2 soat oldin ichib boring. Nervni davolaydi, asabni mustahkam qiladi. Ishoning, siqilmay qo'yasiz, xudo xohlasa. Siqilib asabiylashmay qo'yasiz. Bu bilasizmi nima? Bu moychechak. Moychechakda quritilgan gullar o'rtoqlar. Mana tabiiy yechim. Tabiiy. Hattoki vaginaldagi muammolar, erkak, ayol hammasiga birdek shifo bo'ladi. Yallig'lar, zamburug'li infeksiyalar, jinsiy tomondagi erkak ayol bir xilda ichib davolanishi mumkin. Faqat kimlarga mumkin emas, bilasizmi? Homiladorlar ichmaydi bu narsani. Va o'ta og'ir, ya'ni bronxiti bor, astmasi bor insonlarga taqiqlanadi do'stlarim. Qolgan insonlar bemalol ichishi mumkin do'stlarim. Sog' bo'linglar, gazini bosinglar, omad. Kechasi uxlab